Yo, Toshkent bolalar nima gap? Toshkent bola bugun birinchi pabgdagi videoyim olamiz bola. Bitta arena o'ynab chiqamiz. Давай, go. Let's go, baby. Go. Kirguncha sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar bola. Shunda normalniy bo'lib ketardi bolalar. Tezroq o'nka bo'lishimiz kerak. O'shaning uchun harakat qilyapman. Telefonim 20 fps bo'lsa ham men juda ham harakat qilyapman. Harakat bolalar. Harakat uchun harakat qilishga bo'ladi. Voy bilan. Telefonim 20 fps bolalar. Yirmi FPS vallahi 20 FPS. Danuda. Bu bile can yok. Ay bile geçiyor. Geçiyor işte. Danuda. Danuda nafik. Давай, Удар. Ay bile. Telefon вообще qotyapti. Bitta ham qilmadim. Давай. Давай. Go bola. Yibli. Orqada. Давай. Go. Zaynab. Давай. Давай. Bile şunu giymezsin de. Bile. Zeynep hamile. Like'la bas koyarız. Bitti kill kıldı. Bu so'zni tekrardan yana bir bor eshitdik va bu safar Lekin haqiqatan ham YouTube'ni tark etdi. Proyodan anglaganingizdek, u avtohalokatiga uchradi. Lekin u yolg'on. Bu shunaqa qilmasam videoga kim ham kirardi? Lekin YouTube'dan ketganning sababi esa sababini harimdan bilayman. Lekin u bizga ketishidan avval shu so'zlarni yozib olmadi. Ya hazır bolla. Короче, Hacker aytganki, nima deyalar? Hacker shunday dedi. Barchadan uzr so'rayman. Meni kechiringlar. Qattiq xafa
menda muammolar bor. Har doim kanalimiz ko'tarilmaydi. Yangi muammo. Men buni umuman xohlamayman. Shuncha qattiq mehnat qildim. Kanalimni 200 mingtaga olib chiqdim. Lekin men tushunasizga umiddaman. O'zimdan orada qaytaman va o'z ustimdan ishlayman. Menimcha tashlab ketmasangiz kerak deb umid qilaman. Men bu xabarni yozayotganimdan qattiq xafaman. Men ham sizlar Bo'ldi, yutqizdik. bo'lib ketayotgan Pudum pudum. va eng Pudum asosiysi pudum. Ana men. chiqarmaydi va bu sabab ha, men eng yomon odamman. Men pul uchun hammasini qilaman. Pul uchun obunachilarni sotaman. Xursandmisizlar, negativlar? Ko'plar meni tushunadi, ko'plar esa yo'q. Puldan muammo yo'q, lekin katta Qozik. muammolar, katta tashvishlar. Men qaytishim mumkin. Bu qaytish yaqinda ochiladigan ikkinchi kanalimda bo'ladi. Bu kanalda sizlar bilan oxirigacha bo'laman. Davay. Hammaga xayr, sizlar bilan Hacker bo'ldim. Gonna. Paka paka. Bu Hackerning oxirgi gaplaridan biri edi. Bu gapdan so'ng Hacker o'z kanalini sotib yubordi. Hacker Danuda nef. yangi kanal ochadi, lekin unisini men bilmayman. Hacker qaytishini men intiqlik bilan kutaman. Va Danuda nef. kelgan taqdirda ham sizlarga uzun xabar berib qo'yaman. Danuda. Ha, yana bir narsa. Hacker bizga bitta iltimos aytib ketgan. O'sha iltimosni ham bajarib ketaman. Davay. Ketishimdan oldin bitta muhim narsani aytib ketmoqchiman. Rizmarin men kanaliga obuna bo'linglar. Tez orada yaxshi videolar chiqadilar. 100 ko'p bo'lishiga yordam berishingizni xohlayman deb aytib ketgan. Davay. Ko'p narsalar. Uypli. Hammaga salom Tojda bo'lsin. mana. Men yana o'shanday bo'l. Bolalar, bugungi videoda Hacker haqida gaplashamiz. Bile. O'tgan videomizda prevyusiga juda ham ko'p obunachilar negativ kommentariy yozishdi. Davay. Danuda. Lekin men bekorga prevyuga avariya tasvirini qo'ymagan edim. Davay. Hozir maslaga Hacker avariya videosini qo'yib beraman. Qanday ekran qarshisi yaxshi joylashuvni biz boshladik. Расположение. Mashin o'tirgan oldiga. Bizlar mashin to'g'ri ketib qoldi. Mashin qoldi. O'sha katta janjal bo'lyapti hozir. Ikkita mashin ega. Bizlar mana shu dahshat chiqqan mashindan o'zishga qoldim. Ayollar. Video tugaydi bolalar. Kanalga obuna bo'ling.